Bizneslarimiz uchun juda zo'r joylarimizni ijaraga beramiz o'rtoqlar. Giyoh aptekanini bilmaydigan odam bo'lmasa kerak, Otchaparda sentri mana shu yer bo'ladi, bilib qo'yinglar. Kamsamol ham emas, Abez ham emas, u tomon ham emas, sentr Otchaparda mana shu yer. Xo'p, ijaraga beriladigan joyimizdan bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bu joyimizda o'rtoqlar, xohlasanglar o'rtasini bo'lsanglar ham bo'lagan, xohlasanglar splashnoy qilib bitta qilib ishlatsanglar ham bo'ladigan joydan. Hali hech kim bu yerda o'z ish faoliyatini boshlamagan, o'shaning uchun konkretni, lekin bu tomondan ko'rib turganlaringiz, o'ng tomonda kompyuterxona ham bor ekan, kuni bo'yi to'la. Buni bilyardxona qilsanglar ham, vobshe mahalla uchun bu tomonda ham bilyardxona bo'lmasa kerak. Undan tashqari bu yerda bilasizlar, apteka sistemasi ham juda zo'r ishlaydi. Buni kattaroq birorta apteka olib, katta apteka ham qo'ysa bo'lagan. Narxini o'rtoqlar mana egalari bilan kelishilgan holda gaplashasizlar. Aytib o'tganimda mana o'rtasidan перегородка qo'yib, bemalol 1, 2, 3, 4 ta do'kon bo'lagan. Xohlasanglar uni splashnoy qilib bitta qilib ishlatinglar, xohlasanglar 2 ga bo'lib ishlatinglar. Ofis qilasizlarmi? Любой maqsadga buni ishlatsa bo'ladi. Ha, orqa tomonni ham ko'raylik. Nima gap? Bemalol, lekin hali yangi, hech qana, ikki tomonlama ekan. Bu tomoni shunday. Bizda uy tomondan chiqar ekan. Bu tomoni giyoh apteka tomonidan chiqadi. Bu yerda bemalol mashinalaringizni qo'yib ham u tomondan ishlasanglar bo'ladigan joy. Joyimizga gap bo'lishi mumkin emas, hamma sharoit qilingan. Elektrичество, suv, hamma narsa bor. Ko'chani ham ko'rsatib ketaylik joyini yaxshilab. Aloqaga chiqasizlar, raqamlarni qoldiramiz, ijara uchun sizlar idealni, konkretni Otchaparda zo'r joy. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol kelib ko'rib, aloqaga chiqib joyimizda ijaraga olsanglar bo'ladi.